Bismillahirrohmanirrohim. Ko'z yosh. Marhabo. Ko'z yosh to'kish faqat insonga xos emas. Boshqa mavjudotlar, jumladan jinlar ham, bo'lak jonli va jonsizlar ham yig'laydilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ilk pallarda xurmo yog'ochiga suyanib xutba o'qir edilar. Keyin minbar tayyorlandi. U zot minbarga chiqib xutba o'qiydigan bo'ldilar. Qurigan xurmo yog'ochi esa bu ayriliqqa chidolmasdan go'day yig'isi kabi ovoz bilan yig'lay boshladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam minbardan tushdilar. Kelib, go'dakni quchoqlaganlaridek daraxtni quchoqladilar. Shundan so'ng yog'och tinchlanib, yig'isini to'xtatdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilarki, agar men uni quchoqlamaganimda albatta qiyomatga qadar yig'lagan bo'lar edilar deydi. Ha, azizlar, ko'z yoshning ahamiyati nihoyat darajada katta. Abu Hozim radhiyallohu anhu aytadilar, Jabroil alayhissalom Janobimiz sollallohu alayhi va sallam huzurlariga tushdilar. Sahobalardan birlari yig'lar edi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomdan so'radilarki, bu kim? Payg'ambarimiz aytdilarki, iltifot qilib, bu falonchi. So'ngra Jabroil alayhissalom odam bolalarining barcha amallarini o'lchay olamiz, yig'lashlari bundan mustasno degan ekanlar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan tarbiya topgan sahobalar, jumladan Hazrati Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu juda ko'p yig'laganlaridan hatto yig'loqi degan nomlari bor ekan aslar. Hazrati Umar roziyallohu anhu dey zot umrlari davomida juda ko'p yig'laganlaridan hatto yig'ini izi ko'zlarida tarno hosil qilib qo'ygan ekan. Hatto yosh bolalar Umar roziyallohu anhu xalifalik chog'larida bir-birlariga aytarkanki, hozir Amiral Mu'minini yig'latib beraymi desalar, birlari aytarkanki, ha, yig'latib bering. Borib, ey Amiral Mu'minin, Allohdan qo'rqing derkan. Bu gapni eshitib Hazrati Umar roziyallohu anhu yig'lab yuborar ekan aslar. Shundoq, yig'ining ahamiyati islomda katta aslar. Bugun siz va bizlar ham o'zimizga e'tibor berishimiz kerak. Shunchalik qiymatli bo'lgan ko'z yoshimizni biz nimalarga sarflayapmiz? Bizni yig'lashimizga sabab bo'lgan narsalar haqiqatan ham arzirlimi? Allohdan qo'rqib yig'langan ko'z yosh jahannamni olovlarini o'chirib qo'ysa, Allohga yaqinlashtirsa, qiyomat kunida yuzimizni yorug' bo'lishiga sabab bo'lsa, endi behuda narsalarga ko'z yosh to'kishlik bu ne'matni uvol qilishlik bilan barobar aslar. Shuning uchun ham hayoti davomida o'zimizning zamondoshimiz, hammalarimiz taniydigan Imom Termiziy rahmatulloh alayhi ham umrlarining oxirisida Allohning ishqi, muhabbati uchun ko'p yig'laganidan ko'zlari ko'r bo'lib qolgan ekan aslar. Siz va bizlar ham ko'zimiz ko'r bo'ladigan holatda yig'lamasak ham, biroq hayotimizda qiyomat kunida bizlar uchun manfaat, foyda beradigan ko'z yosh to'kishimiz kerak aslar. Namozimizda, Qur'on o'qiganimizda, duo qilganimizda ko'z yosh bo'lishi kerak aslar. Shuning uchun ham Alloh taolo hammalarimizni mana bunday ko'z ne'matini bergan ekan, unga shukr qilib, Allohni rozi qiladigan ko'z yoshlar bilan oxiratga bormoqimizni hammamizga nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.